275 ming dollarga yangi 16 yillikda joylashgan 601 sotiqli hovlimizni hozir men sizlarga video obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimizni, aka-ukalarimizni, fasadlarimizni ko'rayotganingizdek mana shunaqa 100% travertindan qilingan kirurish darvozaxonamiz ham patologi baland qilinganiga juda chiroyli chiqqan. Xonadonimizga kirib keldik. Bizning binolarimiz oldi tarafida joylashgan. Chap qo'l, o'ng qo'limizda. O'rtada bo'lsa, mana shunaqa chiroyli yashil maydonimiz qilingan va hovlimizning burchak qismida bo'lsa, yozgi oshxonamiz joylashgan. Yozgi oshxonamizni hozir bitta ko'rsatib o'taman. Stiliga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli chiqibdi. Bitta alohida baho berib qo'ying va like bosib qo'yishni unutmang. Juda boshqacha stilda chiqdi. Bu yerda gaz plitaga joy, o'choq qozon, barbekyu zona, ikkitalab o'choq qozon mo'ykalarigacha qilingan. Ichkari tarafidan mana bu uy ko'rinishiga o'zingizdan bitta baho berib qo'ying. To'g'ri, bundan bir 10 yil oldin qurilgan uyimiz-yu, lekin holatlari juda yaxshi bo'lib turibdi. Xo'p, asosiy binoimizdan hozir planirovkasini boshlab ko'rsatib o'taman. Xonadonimizga kirdik, chap qo'limizdagi bu bizning binoimiz. Binoimizni ko'rsataman. Hozir chiqurishimiz alohida qilingan bu yerda. Zinadan shunday chiqdik. Binoimizga kirishimiz bilan birinchi xonamiz bu bizning zal qismimiz bo'ldi. Patologlarimiz juda chiroyli qilingan. Bundan 10 yil oldin qurilgan bo'lsa ham bino juda zo'r bo'lib turibdi. Birinchi xonamiz, birinchi yotoqxonamiz, xohlasanglar bolalar uchun, xohlasanglar kattalar uchun. Yonida ikkinchi yotoqxonamiz joylashgan. Oynalari shundoq ko'cha tarafga qaragan. Shunda bu binoimizda bitta zal, ikkita yotoqxonamiz bo'ldi. Bu mana zalimiz. Keyin domofonlarimiz o'rnatilgan bu yerda va bu binoimiz uchun общий sanuzyul qismimiz qilingan. Keyingi binoimizga o'tamiz. Mana shu balkonimiz tarafdan hovlini ko'rinishi juda chiroyli. Niyat qilganlar albatta bitta videoga like bosib qo'yishni unutmaymiz. Bu binoimizning tegan podval va mana shu hozir ko'rsatib o'tgan binoimizning ham tegi podval qilingan. Xo'p, kirib keldik, o'ng qo'limizda bu yerda bizning birinchi xonamiz, oshxonamiz. Oshxonada bemalol ovqat tayyorlab, mana shu joyda shunday yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoitlarigacha qilingan. Domofonlarimiz oshxonamizda ham o'rnatilgan. Keyin bu bizani yana bitta spalnamiz. Endi bu yerda malniy zal qilib qo'ying derdim-u, bu xonamizning ichida o'zini sanuzyul qilingan. Sanuzyul ham katta, unitaz, bide unitaz. Yo tarafimizda bo'lsa, jakuzilargacha qilib qo'yilgan. Kirganimizda o'ng qo'limizdagi bino. Tepaga shunday zinamizdan chiqiladi. Fasadlari, travertin va uzorlariga ham bitta alohida e'tibor berib qo'yasiz. Albatta kommentariyada 1 dan 10 gacha baholab o'tishni unutmang. Bu bo'lsa bu yoq taraf balkonimizdan hovlimizning ko'rinishi. Mana bu shakllari ham juda chiroyli chiqibdi. Fasadlari xullas zo'r bo'lib turibdi. Endi ichida to'g'ri et-betiga bitta o'zingiz qarab qo'yasiz. Yana bitta zalimiz. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta spalnamiz. Bu spalnamizga faqat bittasiga xonadan xonaga o'tadigan bo'lgan. Endi nobod agar remont qiladigan bo'lsangiz, mana shu devorni shunday buzib tashlaysizda, bitta katta bo'tda ham yotoqxona qilib, ichiga xullas sanuzyulni joylashtirib olsangiz bo'ladi. O't-potiga bitta qarab olasiz, lekin holati yaxshi, tayyor kirib yashaydigan hovli bo'lgan. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan 601 sotiq binolarimizning ikkalasini ham tegi podval
Primerni 400 kvadrat chiqadi. 350-400 kvadrat chiqadi. Yashash maydoni podvalni qo'shganda. Podvalimizni ham chunki jiloy qilib qo'ysa bo'ladi, bemalol. Narxiga keladigan bo'lsak, $275,000. Primoy, o'rtada hech kim yo'q. Joyi, egalarini, telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdim. O'tayotgan kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod kanali, Murod Estate Live kanali uchun bo'ldi. Albatta kanalga podpisatsiya qilib qo'yishni unutmang.